Bu futbolda buzib bo'lmaydigan ajoyib rekordlar. Oxirgisi shunday hayratlanarliki, unga hech kim hali necha 10 yillar davomida yaqinlasha olmaydi. 6. Robert Lewandowski. Bavariya va Wolfsburg o'yinida Lewandowski zaxiradan maydonga tushib, 9 daqiqada 5 ta gol urgan. 5. Rogerio Ceni. Braziliyalik darvozabon penalti va jarima zarbalaridan 131 gol urgan. 4. Kylian Mbappe. 2020-yil Jahon chempionati finalida hat-trick qayd etgan. Tarixda finalda 3 ta gol urgan ilk futbolchiga aylangan. 3. Olivier Giroud. U noodatiy va afsonaviy rekordga ega. 9 daqiqa davomida to'pga umuman tegmagan. 2. Hendrik. U 5 tadan ortiq o'yinda zaxirada o'tirib, birorta ham maydonga tushmagan yagona yosh futbolchi. Shu qadar katta maosh oladigan yosh iqtidor uchun bu ajoyib rekord hisoblanadi. Endi eng qizig'i, bu futbolchi 1 yilda 9 ta gol urgan. Bu futbol tarixidagi eng qiyin rekordlardan biri. Agar kimligini bilsangiz, uning nomini izohda yozing.